Assalomu alaykum saboqdoshlar. Bugungi darsimiz sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan xursandman. Bugungi ingliz tili grammatika darsimiz so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz oddiy o'tgan zaman. Oddiy o'tgan zaman. Biz oldingi darslarimizda ingliz tilidagi oddiy hozirgi zamonning BPL'lik va DPL'lik grammatikalik qoidalarini va ishlatilish usullarini so'zlab o'tgan edik, saboqdoshlar. Hamda bu qatamliq darsimizda cho deganimizda oddiy o'tgan zaman degan bu zamonni o'rganib chiqamiz. Undaqda bu oddiy o'tgan zaman deganimiz nima yoki qanday qiyalda ishlatamiz deganimizda darsimizning o'zining ma'nosini chiqib turadi-da, saboqdoshlar. Oddiy bo'lgan o'tgan zaman, ya'ni hozir bilan qanday aloqasi bo'lmagan, hozirdan burun bo'lgan har xil ish harakat faoliyatlarini ifodalashda qo'llanilgan zamonni nima deydi ekanmiz? Oddiy o'tgan zaman deydi ekanmiz, saboqdoshlar. Undaqda mayada hozir bir vaqt istilkisi bor. Biz bu istilkiga asosan bu zamonning qayerda ishlatilganligini bir ko'rib boqaylik, saboqdoshlar. Bu yerga qarasak nima deyapmiz? Now, future, past. Ya'ni nima? Hozir, kelgusi, o'tgan deb bir istilkimiz bor ekan. Qarasak, shu nuqta bo'yiga nima deyapmiz, saboqdoshlar? Now, hozir deyapmiz. Bu tarafcho kelgusi. Ya'ni bu zamonninki hozir bilan kelgusi bilan hech aloqasi yo'q. Ya'ni hozir bilan va kelgusi bilan qandaqkan aloqasi yo'q. Maya qaraydigan bo'lsak, past deyapmiz, ya'ni o'tgan. Qarasak, mayada ustida yana bir siziq bor. Ya'ni bu o'tgan zamanni Uyg'urcha o'zining ma'nosi ko'rinib turgandek, ya'ni hozir bilan qandaq aloqasi yo'q. Hozir bilan aloqasi yo'q. Hozirdan bir sekund, bir daqiqa bo'lsa-mu, hozirdan burun bo'lgan ishlarni ifodalashda biz oddiy o'tgan zamanni ishlatamiz, saboqdoshlar. Bu zamonning grammatikalik qoidasi biz oldin qatimliq darsimizda so'zlab o'tganimiz oddiy hozirgi zaman bilan o'xshaydi. Ammo biz bu zamonda fe'illarning asli shaklini ekemasdan fe'illarning o'tgan zaman shaklini ekilamiz. Mushunga diqqat qilsak bo'ladi, saboqdoshlar. Undaqda bu zamonning grammatikalik qurilmasi qarab boqaylik. Nima deyapmiz bu yerda? Subject, verb, object. Nima degan gapdi bu? Ega, fe'il, to'ldirg'uchi degan gapdi. Hamda biz bu qurilmani oddiy hozirgi zamonda so'zlab o'tgan edik. Shundaqmi? Shuning bilan o'xshashgan hozir, ha? Ega keladi ekan, egidan kincho, fe'il keladi ekan, fe'ildan kincho, to'ldirg'uchi keladi ekan. Hamda oddiy o'tgan zamonninki oddiy hozirgi zaman bilan bo'lgan farqi nima deganimizda bayotin so'zlab o'tdim, ha, saboqdoshlar. Fe'illarninki asli shakli kelmasini nima qiladi ekan, saboqdoshlar? O'tgan shakli keladi ekan, ha? O'tgan shakli. Biz bu qatimliq darsimizda oddiy o'tgan zamonning du fe'illik, ya'ni harakatlik fe'il degan qismini so'zlamaymiz. Bi fe'illik, ya'ni harakatsiz fe'il deb atib olgan bu qismini so'zlaymiz, ha, saboqdoshlar. Undaqda biz matarab qaraydigan bo'lsak, biz bi fe'ilning shakllarini va ishlatilish usullarini oldin qatimliq darslarimizda so'zlab o'tgan edik. Bi fe'ilning qancha xil shakli bor, saboqdoshlar? Shaxslarga qarata, birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs birlik va ko'pliklarga qarata am, are, is deb uchga bo'lib olgan edik. Ve oddiy hozirgi zamonda am, are, isning muvofiqini ishlatgan edik. Hamda cho oddiy o'tgan zaman degan bu darsimizda biz am, are, isning o'zini ishlatmasdan bu fe'illarning o'tgan zaman shaklini qo'llanamiz, saboqdoshlar. Tushunishlik? Undaqda qaraydigan bo'lsak, amning o'tgan zaman shakli nima ekan? Was. Arening o'tgan zaman shakli cho were. Isning o'tgan zaman shakli cho was. Mushu-buji bilib olsak bo'ladi, saboqdoshlar. Ya'ni biz barliq oddiy hozirgi zamonda tuzgan jumlamizdagi am, are, isning o'rniga, saboqdoshlar, was, were, was deganlarning muvofiqini akilib qo'yib qo'ysak, oddiy o'tgan zamanda bi fe'illik jumla tuzgan bo'lamiz. Ya'ni bu zamondagi ega, fe'il, to'ldirg'uchilarningki o'rilishi shakllari, bulishliq yoki bulusiz bayon jumla, bulishliq yoki bulusiz savol jumla shakllari oddiy hozirgi zamondagi jumla qurilmasi bilan o'xshash. Faqatlam farqi nima ekan? Amning o'rniga was keladi ekan, arening o'rniga were keladi ekan, isning o'rniga was keladi ekan. Mushuni bilib olsak bo'ladi, saboqdoshlar. Undaqda matarab qaraydigan bo'lsak, jumla qurilmasini nima deb ekanmiz? Ega, fe'il, to'ldirg'uchi va boshqalar deb ekanmiz. Fe'ilning o'rniga oddiy o'tgan zamanda bi fe'ilning o'tgan zaman shakli keladi ekan. Nima ekan bu, saboqdoshlar? Was, were. Biz bi fe'illik jumlalarda was yoki were ning qanday qiladi ekanmiz? Muvofiqini ishlatadi ekanmiz, ha, saboqdoshlar. Ya'ni am, is keladiganning o'rniga nima qo'ydi ekanmiz? Was. Are ning o'rniga were qo'ydi ekanmiz, ha? Undaqda biz bu zamonni jumla ichida ishlatib boqaylik, saboqdoshlar. I deganimiz nimadir? Men degan gapdir. Buning hozirgi zamondagi munosib bo'lgan bi fe'il shakli nimadir, saboqdoshlar? Am shundaqmi? I am deb o'rgangan edik. Hamda birinchi o'rinda il keladi ekan, ikkinchi o'rinda BPL'ning muvofiqi keladi ekan. Undaqda o'tgan zamonda
bu am'ning o'rniga nima kelishimiz kerak biz savatdaşlar? Am'ning o'tgan zaman shakliga kelishimiz kerak. Undaqda am'ning o'tgan zaman shakli nima? Was. Shuning bilan nima bo'ldi bu? I was. I was. Uning keyin nima keladi savatdaşlar? To'ldirg'ich keladi. A student. Shuning bilan bu jumlamiz nima bo'lib ketdi? I was a student. I was a student. Tarjimasi nima? Men o'quvchi edim. Ya'ni biz bayatın ko'rib o'tgan bu istirelka bo'yicha bizning tuzgan jumlamiz qanday savatdaşlar? Hozirdan burunqi bo'lgan ishlatdi. Ya'ni hozirdan burunqi. Shundaqmi? Undaqda buning tarjimasi nima deb chiqadi ekan? Men o'quvchi edim. I am a student desamchi, men o'quvchi. I was a student, men o'quvchi edim. Shundaqmi savatdaşlar? O'xshash usul bo'yicha keyin qarasaqchi, you debdimiz. You deganimiz nima edi? Sen degan gapdi. You'ning hozirgi zamondagi muvofiq BPL shakli nima savatdaşlar? Are. Endi o'tgan zamonda are'ning o'tgan zaman shakli nima ekan savatdaşlar? Were. Shuning uchun birinchi o'rin nima keldi? Igi keldi. You. Ikkinchi o'rin nima kelish kerak? PL kelish kerak. PL'ninki nimasi keladi ekan savatdaşlar? BPL'ninki o'tgan zaman shakli. Are'ning o'tgan zaman shakli nima? Were. Shuning bilan bu mi keldi? You were. Ikki shart o'rindaldi. You were a student. Nima dedik? Sen o'quvchi eding. You are a student desamchi, sen o'quvchi. You were a student, sen o'quvchi eding deb bu bitta tarjimamiz chiqadi savatdaşlar. Keyin qarasaqchi, he, she, it debdimiz. Nima degan gapdi bu? Uchinchi shaxs birlik u degan gapdi. He deganimiz nima? Er kishi qaritilgan u, she deganimizchi qiz ayollarga qaritilgan u, it deganimizchi odamdan boshqa narsa kerak, hayvon degandeklarga qaritilgan u-di. Shundaqmi? Endi bu uchinchi shaxs birlikninki munosib bo'lgan BPL shakli nima savatdaşlar? Isdi. Endi buning o'tgan zaman shakli nima ekan? Was. Shuning uchun bularga nima keladi ekan savatdaşlar? Was. Birinchi o'rinda ega, ikkinchi o'rinda BPLning muvofiq shakli, uning keyindan boshqalar dedik, ha? Undaqda he, she, it was clever. Clever deganimiz nima edi? Aqlliq degan gapdi. He was clever. Tarjimasi nima bo'ldi? U aqlliq edi deb tarjimasi chiqadi savatdaşlar. He is clever desamchi, u aqlliq. He was clever. Tarjimasi u aqlliq edi deb tarjima qilamiz, ha? Keyin qarasaq, birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslarning nimasi bor ekan savatdaşlar? Ko'pligi. We, you, they. Bularning oddiy hozirgi zamonda muvofiq bo'lgan BPL shakli nima savatdaşlar? Are. Shundaqmi? Buni bilmagan savatdaşlar oldin qatimliq darslardan ko'rib olinglar. Endi oddiy o'tgan zamonda are'ning o'tgan zaman shakli nima ekan savatdaşlar? Were. Shuning uchun we, you, they, ya'ni ko'plik shaxslarning hammasining oddiy o'tgan zamondagi muvofiq bo'lgan BPL shakli nima ekan savatdaşlar? Were. We were, you were, they were. BPL shakli mushu bo'yicha bo'ladi savatdaşlar. We were clever. Tarjimasi biz aqlliq edik. You were clever. Sizlar aqlliq edinglar. They were clever. Ular aqlliq edi. Yoki we were students. Tarjimasi biz o'quvchi edik. You were students. Sizlar o'quvchi edinglar. They were students. Ular o'quvchi edi. Nima uchun bu ko'plik shaxslarda ismning keyiniga as qo'shimchasi kelib qoldi desanglar, ko'plik ismlarning keyiniga as qo'shimiz savatdaşlar. Buni keyingi darslarimizda so'zlab o'tamiz. Shuning bilan biz oddiy o'tgan zamonda oddiy bo'lgan bo'lishliq bayon jumlaning qurilmasini o'rganib o'tgan bo'ldik, savatdaşlar. Qanday qiladi ekanmiz? Birinchi o'rinda ega keladi ekan, ikkinchi o'rinda BPLning munosib bo'lgan o'tgan zaman shakli keladi ekan, uning keyincha to'ldirg'ich va boshqalar keladi ekan va oddiy o'tgan zamondagi normal bir bo'lishliq bayon jumla tuzgan bo'ladi ekanmiz savatdaşlar. I was a student, you were a student, he was a student. Men o'quvchi edim, sen o'quvchi eding, u o'quvchi edi degan tarjimalar chiqadi ekan savatdaşlar. Endi hozir o'rganib o'tganimiz nima ekan savatdaşlar? Oddiy o'tgan zamondagi BPLlik bo'lishliq bayon jumla shakli ekan savatdaşlar. Endi buning savol shakli-chi deganimizda savatdaşlar, ya'ni bo'lishliq savol shakli qanday bo'ladi deganimizda, buning qoidasimi biz oldin qatimliq oddiy hozirgi zamonda so'zlab o'tgan qoidamizga o'xshaydi. Oldin qatimliq darsimizda qanday qilgan edik savatdaşlar? Igi bilan munosib bo'lgan BPLning shaklini almashtirib qo'ygan edik. Shundaqmi? Buningdimi qoida o'xshash savatdaşlar. Buningdimi bu igi bilan
şu BPL'larning o'rnini almashtirib qo'yamiz. Ya'ni was bilan I'ning, were bilan you'ning o'rnini almashtirib qo'ysak, biz oddiy o'tgan zamonda bo'lishliq savol so'ragan bo'lamiz. I was a student. Was I a student? Was I a student? Ya'ni BPL birinchi o'rinda keladi, ega ikkinchi o'rinda keladi. Uning keyindan boshqalar keladi, savoqdoshlar. I was a student. Was I a student deymiz va savol belgimizni qo'yamiz. I was a student. Was I a student? Men o'quvchi edim, men o'quvchi midim. Ya'ni men burun mushundaq mitdim deb bir savol so'ragan bo'ldingiz, ha? You were a student. Buning savol shakli qanday bo'ladi, savoqdoshlar? Were you a student? Sen o'quvchi miding? He was a student. Was he a student? U o'quvchi edi, u o'quvchi midi. Shundaqmi, savoqdoshlar? Agar buning keyiniga vaqt qo'yishni xohlasak, shuning keyiniga qo'yib qo'ysak bo'ladi, savoqdoshlar. He was a student 5 years ago. Nima dedik? U 5 yil burun o'quvchi edi. Was he a student 5 years ago? U 5 yil burun o'quvchimidi degan bir savol bo'ladi. We were students. Biz o'quvchi edik. Were we students? Biz o'quvchimidik degandek tarjimalar chiqadi, savoqdoshlar. Shuning bilan biz oddiy o'tgan zamondagi bo'lishliq bayon jumla va bo'lishliq savol jumla shakllarini o'rganib o'tdik, savoqdoshlar. Endi 3-chi qilib nimani o'rganamiz deganimizda, savoqdoshlar, bo'lishsiz bayon jumla shaklini o'rganamiz, ha? Bo'lishsiz bayon jumla. Ya'ni men o'quvchi emasdim. Men tunugun u yerda emasdim. Men 10 yil burun u yerda emasdim deganimizdek bo'lishsiz bayon jumla shaklini o'rganamiz, savoqdoshlar. Buning qoidasini biz oldingi qatimliq darsimizda so'zlab o'tganimiz oddiy hozirgi zamonning qoidasiga o'xshaydi. Qanday qilgan edik? BPL bilan to'ldiruvchining o'ttirisiga nima qilgan edik, savoqdoshlar? Not qo'ygan edik, ha? Not. Buningdimi o'xshash ma'noda I was not a student. I was a student. Men o'quvchi edim. I was not a student. Men o'quvchi emasdim. You were a student. You were not a student. We were not students. They were not students. BPL bilan to'ldiruvchisining o'ttirisiga nima qo'ydi ekanmiz, savoqdoshlar? Not qo'ydi ekanmiz, ha? I was not. Mushu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Endi 4-chi qilib so'zlaydiganimiz nima deganimizda bo'lishsiz savol shakli, savoqdoshlar. Endi bo'lishsiz savol shakli qanday bo'ladi deganimizda, savoqdoshlar, bu BPL va notni qo'shib igi bilan o'rnini almashtiramiz, savoqdoshlar. I was not a student desak nima bo'ldi? Men o'quvchi emasdim. Was not I a student? Men o'quvchi emasmidim. Bu yerdagi was not deganimiz qisqartirilib odatda, savoqdoshlar, wasn't bo'lib ketdi-da. Wasn't. I wasn't a student. Wasn't I a student? Men o'quvchi emasdim. Men o'quvchi emasmidim deganimiz bo'yicha. You were not a student desak nima bo'ldi? Sen o'quvchi emasding. Endi-chu were not you a student desakchi, sen o'quvchi emasmiding. Ya'ni were bilan notni qo'shib qanday qiladi ekanmiz, savoqdoshlar? Igi bilan o'rnini almashtirib qo'ydi ekanmiz. Shundaqmi? You were not a student. Were not you a student? Bu yerdagi-mi were not qo'shilib weren't bo'lib ketdi, savoqdoshlar. Mushu bo'yicha he was not a student. Was not he a student? U o'quvchi emasdi, u o'quvchi emasmidi. We were not students. Were not we students? Biz o'quvchi emas edik, biz o'quvchi emasmidik. Tarjimasi mushu bo'yicha ma'noda, savoqdoshlar. Shuning bilan biz oddiy o'tgan zamondagi bo'lishliq bayon, bo'lishliq savol, bo'lishsiz bayon va bo'lishsiz savoldan iborat 4 xil jumla shaklini o'rganib o'tgan bo'ldik, savoqdoshlar. Biz hozir bu darsimizni ayrim bir dars qilib so'zladik, chunki bu o'z oldiga bir zamon bo'lganligi uchun mushu bo'yicha so'zladik, savoqdoshlar. Ammo darsning boshida so'zlab o'tganimizdek,
Bu zamanning barliq jumla shakllaridagi butun qoidaları biz oldida so'zlab o'tganimiz oddiy hozirgi zamon bilan o'xshash savoqdoshlar. Grammatik jihatdan farqlanadigan bir yeri yo'q. Faqatlam oddiy hozirgi zamondagi am va izning o'rniga was, arning o'rniga were qo'yib qo'ysak, biz oddiy o'tgan zamonda jumla tuzgan bo'lamiz, savoqdoshlar. Mushu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Darslarning savoqdoshlarga tushunarli bo'lishini umid qilaman. Kelajak darsimizda ko'rishguncha hammanglar Allohga emanet.